Assalomu alaykum, Jacksoft YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan klinikamiz neyroxirurgi Shohjahon aka Hamdamov bilan bel umurtqa muammolari bo'yicha gaplashamiz. Shohjahon aka, birinchi savolim, umurtqa pog'onasida og'riq bo'lyapti. Buni asl sababini qanaqa bo'lishi mumkin va umuman grijadan boshqa yana nima kasalliklar bu og'riqqa sabab bo'ladi? To'g'ri, umurtqa pog'onasidagi og'riqlar faqat grija sababli emas, u bilan qator yuradigan bir nechta kasalliklar bor. Eng ko'p uchraydigan sabab bu umurtqalararo disk churrasi. Birinchi o'rinda taxminan 80% atrofida. Undan keyin umurtqa kanali stenozi. Undan keyingi o'rinlarda umurtqalarning o'zaro siljishi, bir-biriga nisbatan siljishi va undan keyingi navbatda kichik bo'g'imlar bo'ladi umurtqani, ya'ni fasset bo'g'imi deydi. O'sha fasset bo'g'im sindromi. Bo'g'im artrozi va u bo'yin yoki bel og'rig'iga sabab bo'ladi. Undan keyin o'sha umurtqadagi yallig'lanish kasalliklari yoki onkologik kasalliklar bor. Shunga o'xshash qator kasalliklar u umurtqada uchrovchi og'riq sababi hisoblanadi. Ko'pchilik mutaxassislar, qo'sh tirnoq tishidagi mutaxassislar faqat o'sha bilgan tashxisi grija protruziya. Boshqa kasalliklar haqida tasavvur ham yo'q. Ko'pchilik xalqimiz o'sha bemorlar, bu dardga chalingan bemorlar noto'g'ri tashxis asosida davolanib keladi. Ya'ni ularning tibbiy bilimlari ham rivojlanmagan sabab o'sha mutaxassis nima desa ishonadi. Albatta, tibbiy madaniyat to'g'ri shakllanmagan. Nima desa faqat rezultatiga qarab ishonib ketaveradi. Kimdadir yordam bergan bo'lsa, unda bo'lishi mumkin grija haqiqatda. Kimdadir yallig'lanish bo'lsa, yallig'lanish yoki onkologik kasallik bo'lishi mumkin, siljish bo'lishi mumkin. Bu holatlarda boyagi grijaga qilgan muolajasi to'g'ri kelmaydi, umuman yordam ham bermaydi. U bemor yana mutaxassis qidirishda davom etadi. Birinchi navbatda to'g'ri tashxis qo'yish kerak. Tashxis bu MRT tekshiruvi bilan asosiy oltin standart MRT tekshiruvi. Undan keyin qolgan tekshiruvlar asosida to'liq tashxis shakllantiriladi. Tushunarli. Xo'p, navbatdagi savolimiz, umuman bel grijasini eng ko'p keltirib chiqaruvchi omillar yoki odatlar nimalar? Aynan bel grijasi bo'ladigan bo'lsa, asosan umuman organizm tayanch harakat sistemasi kam harakatlilikni yomon ko'radi. Bu umuman teskari, bir-biriga teskari bo'lgan proporsiya. Ortiqcha vazn, noto'g'ri ovqatlanish, nosog'lom uyqu. Asosiy mana shu yuqorida sanab o'tilgan 4 ta sabab bu kasallik kelib chiqishi uchun asosiy omil hisoblanadi. Tushunarli. Umuman o'zi bel grija bo'lmasligi uchun bir qanaqa mashqlar yoki bir activity yoki harakatlar deymiz, shunaqa narsalar tavsiya qilinadimi o'zi? Yurib turish, suzish balki. Albatta, bu umurtqa pog'onasini degenerativ kasalliklari, o'sha protruziya, osteoxondroz, protruziya, grija va boshqa siljish, fasset bo'g'im sindromlari kam harakatlilik oqibatida kelib chiqdimi, davosi bu turmush tarzini o'zgartirib, o'sha ko'p harakatli, ya'ni faol hayot turmush tarziga o'tish. Kasallik rivojlandi, uni o'zini profilaktikasi yoki davolovchi mashqlar bor. Lechebniy kultura deydi. Suzish yaxshi yordam beradi. O'sha hamma anaqa qila oladigan yoki masalan o'sha fizkultura yoki mana terapiyalarda endi unga masalan yo o'rganish kerak yo pul sarflash kerak bo'ladi. Masalan biz kundalik hayotimizda qiladigan oddiy masalan hamma qila oladigan mashqlar bormi? Albatta, u hech qanaqa pul sarflamasdan oddiy uy sharoitida ham bu kasallikka chalinmaslik yoki umuman tuzalib ketish ham mumkin. Bu faqat bemordan ozgina sabr, qat'iyat talab qiladi. Qilinadigan mashqlar kompleksi bor. Pastki izohlarda shu mashqlar to'plamini tashlab bering deb yozishsa, biz ularga Telegram orqali shu mashqlarni tashlab berishimiz mumkin. Yokida o'sha videomiz pastidagi havolada aynan o'sha mashqlar to'plamini Telegram kanalimizga yuklab qo'ygan bo'lamiz. Ana shu pastdagi link orqali o'tib, bemalol o'sha mashqlarni bo'lmasa Shohjahon aka olishlari mumkin bo'ladi. Albatta. Tushunarli. Demak, bizda navbatdagi savolimiz, xalqimiz orasida ham bu muammolarni milliy yoki o'sha xalq tabobati bilan davolaydigan usullar yo'q emas. Bularning ichida foyda beradiganlar bor, foyda bermaydiganlar bor. Shu mavzuga to'xtalaylik. Tibbiyotda bir gap bor. To'g'ri tashxis yarim davo. Ko'pchilik masalan og'riq bo'ldi,
to'g'ridan to'g'ri neyroxirurgga yoki nevrologga bormaydi. Ayniqsa neyroxirurgga. Agar boradigan bo'lsam, faqat operatsiya qiladi deb o'ylaydi. Aslida unaqa emas. Lecheniya qilinadi, operatsiya qilinadi. Aksariyat shunaqa qo'rquv bor. Shu sababli ko'pchilik o'zini mutaxassis sanaydigan tabiblarga yuguradi. Ular birinchidan MRTni to'g'ri interpretatsiya qilishni bilmaydi. Nimaiki umurtqaga bog'liq og'riq bo'lsa, hammasi osteoxondroz, grija sababli. Undan boshqa boya yuqorida sanalgan 20 ga yaqin kasallik bor, tez uchraydigan. Tabiiyki, demak grija emas, boshqa kasallik. Uni boyagi lecheniyasi bu holatda yordam bermaydi. Masalan, bir bemor bor, qandli diabeti bilan va borgan tabibga, operatsiyadan qo'rqqan, boshqa qilgan, tavsiya qilishgan ham. Isiriqdan tayyorlangan to'p bilan terisini, bel sohasi, oyoqlarni kuydirib chiqqan. Taxminan 8 sm diametrdagi aylana tasavvur qiling. Keyin bu yiringlagan. 2 oy mana shu jarohatni bitirish bilan shug'ullangan. Beldagi og'riq ham esdan chiqib ketgan. Davolanish menimcha shu bo'lsa kerak. Demak, kasallikni umuman bel og'rib qolsa, bo'yin og'rib qolsa, hech qachon aniq tashxis qo'ydirmasdan tabibga yoki aniq tashxisni qo'ya olmaydigan manbalarga, mutaxassislarga, o'sha qo'sh tirnoq ichidagi mutaxassislarga demak xalqimiz yugurmasligini tavsiya qilasiz. Albatta. Albatta, umuman davo chorasini ko'rishdan oldin eng aniq so'nggi zamonaviy uskunalar yordamida kasallikka aniq tashxis qo'yib olish kerak. Shunday. Xo'p, keyingi savolimiz aynan bizni Jacksoft klinikamizda bel umurtqa grijalari aynan qanday usullar yordamida, qanday zamonaviy usullar yordamida hozirda bartaraf qilib shu amaliyotga o'tkazilyapti. Bizning klinikada bu aynan umurtqa pog'onasi degenerativ kasalliklariga kompleks yondashuv bor. Konservativ lecheniya, fizioterapevtik va operativ. Operativ davo muolajasi ham hozirgi kunda eng so'nggi texnologiya asosida, ya'ni xalq orasida lazerni deb tanilgan, ya'ni endoskopik usulda bajariladi. Ya'ni kichik kesmalar bilan terida 6 mm lik kesma bo'ladi, o'sha orqali kirib turib apparat bor, maxsus shu bilan olib tashlanadi. Bemor operatsiyadan keyin bemorlar o'zini oyog'ida turib, yurib uyiga ketishi mumkin. Bu usulni o'sha boshqa usullardan eng nima desak bo'ladi, afzal tarafi shunda nima bo'ldi? Afzalligi menda bu davrgacha ochiq traditsion operatsiyalar qilingan. Traditsion bo'lgan, kesib ya'ni. Kesibdi. Bunda o'sha jarohat hajmi ham bemorning og'riq semizligiga qarab 5-6 sm dan 10 sm gacha terida yirik kesma bo'lgan. Bunda mushak suyak qismidan ajratilib, suyakni kattaroq qismi rezeksiya qilingan, ya'ni ochib kirilgan. Hozirgi usulda terida tasavvur qiling 6 mm, ya'ni bitta ruchka qalinligidagi instrument kiradigan kesma bo'ladi. Shu orqali kirib chiqqan grija olib tashlanadi. Ya'ni bu yoqda mushak, suyak sistemasi zarar ko'rmaydi. Reabilitatsiyasi ham qayta tiklanishi. Albatta, bemor statsionar sharoitda, ya'ni shifoxonada bo'lishi, erta sog'lom turmush tarziga qaytishi tez bo'ladi. Ya'ni qon yo'qotish, shifoxona ichi infeksiyasi, boshqa shunga o'xshash muammolar bilan kamroq to'qnash keladi, duch keladi. Demak, aynan hozir bizni klinikada mavjud bo'lgan o'sha zamonaviy, eng zamonaviy o'sha lazer yordamida agar o'sha xalqimiz orasida tanilgan mana shu amaliyot agar o'tkaziladigan bo'lsa, reabilitatsiyasi demak tez bo'lar ekan. Agar siz oila boquvchisi bo'ladigan bo'lsangiz yoki davlat xodimi yoki jiddiyroq mas'uliyat, kattaroq lavozimda ishlaydigan bir mutaxassis bo'ladigan bo'lsangiz va shu muammongiz bo'ladigan bo'lsa, albatta bizning klinikamizga kelib bu muammongizdan qutulishingizni tavsiya beramiz. Albatta bu amaliyotdan keyin eski usulda operatsiya qilingandan ko'ra ancha tezroq ish faoliyatingizga qaytishingiz mumkin bo'lar ekan. Xo'p, Shohjahon aka, bunaqa muammosi borlar bizga ishonib murojaat qilishmoqchi. Mana hozir biz YouTube'da juda ham ko'p insonlar kuzatadi. Murojaat qilish uchun nima qilishsin? Pastda nomerlarimiz bor, nima qilishsin? Pastda
manzillarimizni qoldiramiz, Telegram manzili, boshqa telefon raqamlarini qoldiramiz. Shunga murojaat qilib, onlayn tarzda ham, ya'ni masofadan turib ham maslahat olishlari mumkin. O'zlarini o'sha bor tekshiruvlari, ya'ni MRT bo'lsa, MRTlarini tasvirlarini yuborib turib, birlamchi konsultatsiya olib, shunga qarab davo muolajalarini tayinlashimiz mumkin. Operativ yoki konservativ yoki boshqa fizioterapevtik muolajalar. Rahmat Shohjahon aka, bugungi suhbatimiz uchun xalqimiz uchun juda ham manfaatli tavsiyalar, ma'lumotlar bo'ldi. Hurmatli kuzatuvchilar, keyingi videolarimizda aynan qaysi mutaxassis tomonidan qaysi mavzularni yuritilishini va muhokama qilishimizni xohlaysizlar, savolinglarni, taklifinglarni bizga kommentlarimizga yozib qoldiringlar. Eng ko'p layk yiqqan mavzular bo'yicha Xudo xolasa keyingi videolarimizda to'xtalib o'tamiz. Shohjahon aka, rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling.